Daryo viloyati Yakkabog' tumanida sodir bo'lgan o'g'rilik holati ko'pchilikni hayratda qoldirdi. Qo'shnichilik odatda ishonch va ezgulikka asoslangan munosabat deb qaraladi, lekin bu safar ana shu ishonch suiiste'mol qilindi. Gap shundaki, farg'onalik bir erkak o'zining yaqin qo'shnisi uyiga yashirincha kirib, pul va qimmatbaho tillalarni o'g'irlab ketgan. Eng ajablanarlisi, u qo'lga kiritgan mol-mulkni boshqa joyga olib chiqib, tuproq ostiga ko'mib qo'ygan. Xalqimizda bir gap bor, qo'shning uzoq qarindoshdan yaqin, ammo bu safar buning aksi bo'ldi. Erkak o'z qo'shnisining pul mablag'lari hamda tilla buyumlarini o'marib ketdi. Yakkabog' tumanida yashovchi uy bekasi joriy yilning 28-avgust kuniga o'tar kechasi noxush hodisaga duch keldi. U viloyat ichki ishlar boshqarmasining 102 xizmatiga qo'ng'iroq qilib, noma'lum shaxs uyiga yashirin ravishda kirib, katta mablag' va qimmatbaho tilla taqinchoqlarini o'g'irlab ketganligi haqida xabar berdi. Holat yuzasidan Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari zudlik bilan qidiruv-surishtiruv ishlarini boshlab yubordi. Olib borilgan sa'y-harakatlar o'z samarasini berib, jinoyatni jabrlanuvchining qishloqdoshi, ya'ni 37 yoshli Safar vaqt sodir etganligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, o'g'ri uydan 13 ming AQSh dollari hamda bozor bahosi 5 million so'mga teng tilla taqinchoqlarni o'margani aniqlandi. Tergov jarayonida u o'z aybini tan olib, o'g'irlagan ashyolarini dalaga olib chiqib, tuproq ostiga ko'mib qo'yganini ko'rsatdi. Qidiruv ishlari natijasida o'sha joydan daliliy ashyo sifatida 3800 AQSh dollari va tilla taqinchoqlar topildi va hujjatlashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Muhriddin Jalolov, Yorqin Bobonazarov, Ovoza informatsion dasturi uchun Qashqadaryodan.